Boshliq, men uylarimiz sotishga tayyor. Bora, senga nima kerak? Chiq tashqariga. Keling aka, kelavering. Uka, yaxshimisan? Ozgina ro'zg'oring yordam qilib turgin. Uyda ham arenda pulini berishim kerak. Mana, yetadimi? Rahmat ukam, yaxshi ham sen borsan. Rahmat. Boshliq, nimaga shu inson har safar kelsa pul beraverasiz? Bu inson meni akam bo'ladi. Aka, Ha, nima deysan? sizda maslahatli gapim bor. Ha, qanaqa gap? Odam o'tganlaridan keyin sezgan bo'lsangiz, dadam qarib ketyaptilar. Shu dadamni uylab qo'ysa dedim. Nima deysiz? Sen nima deyapsan? Onam o'tganlarga hali 1 yil bo'lgani yo'q. Hali men uylanganim yo'q. Umuman xayolingga ham keltirma, tushundingmi? Aka, uylab qo'ysa, duo qilib yosharib yuradilar. Qarang, kirlarini ham o'zlari yuvyaptilar. Menga duolar kerak emas, o'zing olib yur. O'g'lim, meni o'ylama. Akim bilan o'rtalaringga meni deb so'g'chilik tushmasin. Men yoshim yashab bo'ldim. Bir duo qiling. Hammani ham sanaqa o'g'li bo'lsin. Alloh doim martabangni ulug' qilsin. Sahih boylardan bo'lgan. Allohu akbar. Otalarni farzandlariga qilgan duosi ijobat deyapti. Allohu akbar. Hamma otani sizga bashoratdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari.